birovni haqqini yeyotgan birodarlarimiz qanaqa yo'l bilan bo'lsa, qog'ozmi, kuchmi, tilmi, mutahamlik bilan birovni haqqini yeyapsiz birodar, o'lmay iloji bo'lsa, o'lmay. Bir narsa qilib o'lmay olma. Nimaga bularni yapsiz? Siz juda qabrda sizni yaxshiliklar kutib turadi. O'lmay olma. Birovni haqqini yemayotgan birodar, xonadon, aka-ukalari, kasbga odat qilayotganlar, birovni haqqini yemayotganlar birodarlar, o'lavering. Aql chiroyli bo'ladi, xudo xohlasa. Lekin birovni haqqini yeyapsiz birodar. Yegansiz ancha-muncha, yevorgansiz, qochib ham yuribsiz. O'lmay olma. Qabrda yomon bo'ladi. O'lmayman. Birodarlar, aziz birodarlar, aziz yurtdoshlar, bizning yurtimizda bunaqalar yo'q. Yo'q. Bo'lmasa ham ibrat uchun aytib qo'yamiz, birodarlar, birovni haqqini yemaydi. So'folloh hazratlarini aytlari bor. O'zganing molini yema, o'zganing molini yema, sirot uzra tutarroq deganlar. Sirot tankiga emas, sirot uzra tutarroq deganlar. O'zganing molini yema. Alloh taolo o'zini bilan bandani o'rtasida gunoh bo'lsa, fazliga olsa kechadi. Xudo taolo qiyomat kuni banda bilan bandani o'rtasiga tushmaydi. Yemay birovni haqqini. Yekkalayna qaytaraydi. O'lmaylar. O'lsalar yomon bo'ladi, xabar.